Shahmardonda dachalardan bittasiga kelganmiz. Bitta hozir hamma yo'g'ini sharoitlarni ko'rsatib chiqaman. Birinchi atmosferaga bitta e'tibor qilib beringlar. Assalomu alaykum, hurmatli Arziydimi YouTube kanalimiz obunachilari. Bitta ko'ring, mana atmosfera bitta aylanmachasiga yana. Holat zo'r, pastda ham soy bor ekan, bu tarafda pastda ham soy bor ekan. Bu Yordonni tevarog'i. Yordon tevarog'i mana shu tarafdan kelinadi. Mana Qiziltog'. Nomini to'shna bilmayman, o'zi bu joyda ko'pchilik biladi. Biladiganlar nomini yozib ketasizlar kommentariyada. Kelganlar bo'lsa ham har qayerda kommentariyada to'g'ri gapiryapti, noto'g'ri deb aytaverasizlar. Narxlari bilan, xonalar bilan bitta tanishtirib chiqaman. Ferkabel. Voy, nomini aytib qo'ydim-ku. Kelganlar bo'lsa, plyus qoldirib ketasizlar. Mana nomerlari 7921. Bemalol telefon qilib, necha kishilik desalaring, 15 tacha xona, so'rilar bor ekan. Endi so'rilar hozirga yo'q, qiziq emas ko'pchiligiga yo'q, lekin keyinchalik qiziq bo'lib qoladi. So'rilar ham bor, 8 ta 10 tacha so'rilar bor. Shunday kirishingizga bitta mana 10 tarafdan bunaqa alohida nima deydi, kutish joyi deydimi? Masalan, men aytdi, bunaqa tebranmeshiklar, bunaqa narsalar bor ekan. Bemalol dam olib, hordiq chiqargani yaxshi, deytizki plashadga ham kichikroq bo'lsa ham, aytdi ko'ra-po'ra naqal chiroyli qilib peshdi. Bular kech payt ham metlarda chiqarilish bo'lyapti ekan. Bular kech payt ham chiroyli bo'lib qoladi, manetlar svetlar yonib. Kelganlar bo'lsa chiroyli bo'ladi deb yozib qo'yasizlar. Xo'p, manetdan boshlanib ketyapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, biz o'zimiz 4-xona bilan birinchi xonani olganmiz. 8 tali xonalarda olganmiz. Ichkarida sharoitlar zo'r. Hozir kirib ko'rsata olmayman. Nima desang, ancha biz bardak qildik. Shashlikka mana bu tarafda oshxonalari ham bor. Mana bu tarafda oshxonalari ham bor. Oshxonalari ham yaxshi holatda. Bemalol kelsalar ham bo'laveradi. Hozir men endi buni sizlarga qanday, qayerdan boshlay ko'rsatish. Davaychi past tarafda u soyni ko'rsatib chiqaman. Bitta ko'rsatib chiqaman. Ichkarida xonalarning ichida xonani ham bitta 10 ta bo'shi bor ekan, shuni ko'rsatib chiqaman 8 talikni. Narxlari bilan ham aytaveraman. Oshxonani mana ichkarida o'choq nimalari. Bu mash tarafda o'choq xonasi bilan o'choq xonasi mash tarafdagi. Nariga taraf katesh forma, ichkarida oshxonasi, ichkarida oshxona, tualet, hammomlarigacha, sanuzellargacha bor. Mana metlar kechpayt chiroyli bo'lib yonadi. Ko'rib turibsizlar atmosferani. Shahmardonda vodiyda Shvetsariyasi deyiladi. Shunaqa kelganlar bo'lsa, qarang bitta atmosferani. Qisqacha hozir nima deydi? Qarasam, bekor o'tiribman. Metda ham tashqarida bitta alohida hojatxona bor. Bu tarafdan bunday tushib borganingizda tog'lar qanchalik ko'rinyapti sizga? Mana. Mantlardan so'rilar bor ekan. Bular endi ko'proq yozda 4 kishi, 5 kishi, 7 kishi katta kichkinalik qilib bemalol aslida atmosferani ko'rsatmoqchiman men sizlarga hozir. Kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, обязательно like bosib, подписка bosib, obunalik kuzatib borsangiz, xudo xolasa YouTube kanalimizga bepulga reklama olishni yo'lga qo'yganmiz. Tandir bor ekan bu yerda. Bepulga reklama olamiz YouTube kanalimizga. Faqat YouTube kanaliga bemalol shuning uchun aloqaga chiqishlaring mumkin adminning o'ziga. Bitta ko'ring endi atmosferani mana shu orqa tarafdan miyani dam oldirib o'tirsa bo'ladigan joy mana. Mana. So'ri, bitta ham so'ri bor ekan. Juda zo'r ekan yozga. Ne tushganingizda mana soy pastgacha tushmay, vaqt ketmasin. Mana shunday ko'rsatib ketaman mana. Qalay. Zo'r-a? Tog'lar orasida qanchalik kichkinaligingizni his qilargansizda, qarang. Suv, mazza. Xullas, men o'zimga bat yoqayapti. Endi biz bunaqa komfort nimalarda bilmaymiz, lekin yaxshi sostenada, yaxshi holatda. Kommentariyada fikringizni qoldirib ketaverasiz. Qaytishi bizda unaqa montaj, kesib o'rish, boshqa qilishlar bo'lmaydi. Shuning uchun videoni ko'rishni tavsiya qilaman oxirigacha. Ko'pchilik kesib o'radi, yo bo'lmasa nima deydi? Ulab o'radi, qandaydir qo'shib o'radi, montaj qilib boshqa narsa. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda bori ko'rsatiladi. Bu yerda o'choq xonalari bor ekan, nimasi? Polniy atapleniya, shunaqa narsalar hammasi chet ishlarkan. Ashdan yoqishar ekan. Bu tarafda o'ziniki. Nari tarafdagi alohida ekan. Nari taraf katta forma, to'pli pollar bilan qilingan ekan. Bog'larda ham mana bitta ko'rib ko'ramiz. Pastlarda ham so'rilar. Xo'p. Tak. 9-xonadan ham ketishibdi, hali endi tozalashyapti ekan, bitta ham keyingina. Narxlarni ham hozir ko'rsatadi. Oxirida aytib ketaman.
Qarang, atmosfera. Bu yerda sekin tozalashib, eshitaydi. Hammomlar bor ekan. Xo'p. 8-xona. 8-xonaga kiravering deyishdi. Endi batda ham yig'ishtirishdi-yu, hali joylarni tayyorlashmabdi. Bismillah. Svet yoqamiz. Oppa. Xonaga kirganimizda-yoq. Xo'p, bizni televizor, ugolok, yumshoq mebel, перехожка. Kirganimizda-yoq. Oyoq kiyimlar uchun skromniy mana shu kiraverish bo'lyapti televizorlar bilan. Qayerda zal bo'lyapti. Endi qanchalik harakat qilyapmiz, xudo xolasa like bosib ko'rasizlar. Bitta 3 kishilik. Детский, по-моему. Bitta. Nima deyapti atmosfera? Oilaviyga juda zo'r. Gap yo'q. Qani bu tarafiga. 3 ta детскийga bo'lsa, xonalar ham issiq. Yaxshi. Endi bu tarafga kiradigan bo'lsak, xo'p, batlarda ham hali to'g'irlashgani yo'q. 1, 2, 3, 4 ta. 7 ta. 7 ta bo'ldi jami. Yana chiqamiz. Endi bu tarafda nima bor? Bu tarafda adashmasam o'sha hammom, tualet. Hojatxona. Ichida bag'dush. Bag'lari yaxshi, oyoqdaylari issiq. Mana, ko'raverasizlar. Xo'p, bu 8 talik dilarmikin 7 talik chiqdi-da hozir bizga. 7 talik xonamiz, 7 kishilik. Endi 7 ta odamga joy bor ekan. Boring, devanga ham sovuras, betam issiq, sovuq bas. Xo'p, bu mashxona, xo'p, 1.200.000 so'm. Tashqari chiqib qorong'ib ketdi. Xo'p, shu xonamiz 7 kishilik, 8 kishilik dedilar. 1.200.000 so'm deydi. Ya, xudo xolasa, agar kanalingizdan ko'rib kelishadigan bo'lsa, 10% chegirmasi ham bor deydi. To'xtang. Buni oshxonasi qana? Oshxonasini ko'rsatmadim-ku. Bitta qani endi. Oshxonasi qani ekan? Hozir bitta so'raymiz. Oshxona ham mana shu tarafda bo'lishi kerak. Adashmasam. Xo'la, buni oshxonasi qaysi tarafda? Salom. Bu 8-xonaning oshxonasi qaysi tarafda? Ha, narigisi. Ha, oshxonasini ham ko'rsatib ber bir yo'li. Kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, like bosib, yana bir marta aytaman, obuna bo'lib qo'ying. Ko'proq mebellarda ham qo'yapmiz. Mebellarda ham ko'rishingiz mumkin. Gaz yo'q ekan, propanlarni ham tayyorlab berishgan ekan. Oshxona. Ham tashqari svetik. Oshxona. Oppa. Ixchamgina. Bemalol. Tarafga hech kim o'tmaydi, o'zingiz. Kuxonli mebellar, idish-tovoqlar. Ancha saramjon qilib, xolodilniklar bor, xudo xolasa. Xullas kelsangiz, mana shu tarafga sizga o'zingiz alohida joy qilib berishsiz. Oilaviyga maza qilib, o'zingiz svetga o'chirib bering. Yaxshi, menimcha, endi fikrlaringni kommentariyada qoldirib ketaverasizlar, narxlari bo'yicha. Albatta, arziydimi, yo'qmi narxiga kommentariyada yozib ketaverasizlar. Agar hozir unashsa, mana 9-xonani ham bitta videoga olib, ichkarilarni ham ko'rsataman. O'tgan safar kelganimizda mana shu yerda yotuvdingiz. Xolajon, bu yerda ham bitta videoga olsam maylimi? Yig'ishtirilmagan bo'lsa ham mayli. Kirganingizda, o'ng qo'lda hojatxona, chap qo'lda perxoshkalar, joylar mana. Mana. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta. Bat kattaroq ekan. Bitta dush, zal, televizorlari bilan. Xo'p, mana bitta yana o'ngga burilganimizda mana shu yerda kiraverib. Bu yerda kichik spalni bilan sanuzel bor ekan mana. Batda ham atmosferasi chotki, issiqligi juda yaxshi. Derazani ham ochib eshitdik. Xo'p, endi yana bitta bu tarafda ham xona bor. Qo'ldan kelgancha ko'rsatyapman. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Batga necha kishi sig'adi? Necha kishilik batda? 12 kishilik batda. Bu xonamiz 12 kishilik ekan. Hozir oshxonasini ko'rib chiqaylikda, keyin men sizga narxini so'rab bilib beraman. Orqasida ayvon ham bor ekan. Bitta ko'ring mana. Tashkana kiyamizda, mana qilib bitta chiqqaningizda orqa tarafga bitta chiqsangiz, kichkina hovlichasi-yu, tog'lar. Bitta o'ngga burilib oshxonaga kirib ketaverasiz. Oshxona ham ixchamgina, xolodilnik, gaz hamma yo'llari bor. Shixlarigacha bor ekan. Xo'p, mana. Xo'p. Endi batda narxiga keladigan bo'lsak, xola narxi necha pul batdiki?
1.800.000 so'm bir sutkasiga. E'tibor qilasizlar. 12 kishilik xona 1.800.000 so'm bo'lyapti. Xo'p, mana shu kanalimizdan chiqqanlarga 10% skitkasi bor-a? Xudo xolasa kelaverasizlar, 10% skitkasi bor. Bu xonami, narigi xonami qanchalik ko'rgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, kommentariyada narxiga arziydimi, yo'qmi yozib ketinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa mana shu narsalarni iloji boricha reklama qilishga, sizlarga arzonroq narsalarni tuhfa qilishga, yaxshiroq narsalarni tuhfa qilishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yganingiz uchun rahmat, kuzatib borayotganingiz uchun rahmat. Instagram, Telegram kanalimizda ham kuzatib borishni unutmanglar. Rahmat.